Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Barchaning kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin. Biz mana bugun Sabr Kamol do'stimizni qo'y fermasiga kelganmiz. Chiroyli qilib video olib beramiz, qo'ldan kelgancha. Podishga yoqib turasizlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bayda 200 ta, 300 ta qo'ylar keladi. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, ishlaring bitadi. Mana shu qo'ylarimiz 9-10 oylik qo'ylar, o'zi qo'chqorlar. Ular narxi bir joyga 4.300 mingdan donalabga kelishadi. Mana bitta pichmasi bor. Bu narxi 5 million so'm bir joyga. Mana zotga boqqan qo'ylarimiz bor. 6 ta 7 ta qo'ylar. Ular narxi bir joyga 4.800 ming so'mdan dastlabkasi ichida yetib boradi. Mana katta qo'ylarimiz bor. Bo'ylari ham 90 cm keladi. Sar Tojikistonning paroda qo'ylari. Ular narxi bir joyga 6 million so'mga yetib boradi. Donalabga kelishiladigan joy bor. Biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Saroyda o'sha Optimchi Sabr Kamol do'stimizni qo'yib bermasmiz. Hozir yana yangi partiyalar kelgan, shularni ham videoni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Mana shunga obuna bo'lib qo'yasizlar. Tojikiston sar qo'ylari 11-12 oylik. Menda hozir 50 boshga yaqin qo'y bor. Qurvonliqqa raza aytadigan qo'ylar. Xudo qolsa eldan arzon bo'ladi. Telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Iloji bo'lsa lakasi tashab beriladi. Shu joyga kelib ko'rib tepasida so'lang bo'ladi. Qo'ylar tosh. Klasi ham 70 kilodan ustida chiqadi. Sog'li kashtanlardan. Yemishlar yaxshi, sog'lik salomatligiga zo'r. Garantiya beriladi. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Ishlaring bitadi. Bir joyga bo'lsa 5,5 million so'mga yetib boradi. Donalabga kelishadigan joy bor.